Hurmatli azizlar, mana bu videoda men sizlarga juda ham qiziqarli bitta narsani gapirib beraman. Masalan, $30,000 qarzdan qanaqa qilib hech kimni asabini buzmasdan, hech kimni nerva trepka qilmasdan silliq, sekingina qutulish yo'llari. Ayo, bu juda ham kuchli bo'lib ketadi, kuchli insight bo'lib ketadi. Mayli, buni o'sha qimmatroq treninglarda gapirib berganim yaxshi. Bugun boshqa narsa to'g'risida gaplasha olamiz. Klient bilan muzokara, переговор jarayonida hech qachon klient mayli men boshqa joylarni ham ko'ring, boshqalar bilan ham gaplashib ko'ring, esingchi o'zizga yana chiqaman yoki kelaman desa, da okey, bemalol boshqalar bilan gaplashib ko'rsangiz bo'ladi. Boshqalar bilan ham boshqa joylarni ham narxlarini, boshqa условияlarni ko'ring. Men aloqadaman. Mana mashmani nomerim. Men sizni oxirgi variantingizman degan ma'nodagi gapni gapirib, shunaqa messenjni berib qo'yish kerak emas. Bu juda ham katta xato bo'ladi. Masalan, siz cleaning xizmatlarini ko'rsatadigan kompaniyani sotuv menejerisiz. Klient sizga keldi yoki telefon qildi, sizdan o'sha xizmatlaringiz to'g'risida surishtirdi, narxlarini, условиялаrini, qanaqa to'lash mumkin, boshqa savollarni berdi. Xullas, siz javob berdingiz. Ana shundan keyin klient men boshqalar bilan ham gaplashib ko'ring, boshqalarning ham narxini ko'ring deganda, mayli, bemalol ko'ring deyishingiz, bu noto'g'ri bo'ladi. O'sha boya aytganimdek. Nimaga noto'g'ri deyotganimni asoslab beraman. Chunki birinchidan kelgan klient ketgandan keyin sizga qaytib kelishi juda ham qiyin. Ko'pchilik o'ylaydi, meni taklifim zo'r, meniki kuchligi baribir aylanib topolmaydi, menga keladi deydi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. 99% holatlarda klientlar qaytib kelmaydi. Bu sinalgan, tekshirilgan bu narsa. Sababi, u ketgandan keyin boshqa sizni konkurentlaringiz oldiga boradi, raqobatchilaringizga. Katta ehtimol bilan sizdan yaxshiroq taklif beradigan yoki sizdan arzonroq yoki ishonchliroq xizmat taklif qilganini taklifini qabul qiladi. Bu birinchisi. Yoki ikkinchi varianti, masalan, klient sizdan arzonini topmasa ham, aynan siznikiga o'xshash taklif topsa ham, sizga qaytib yana ovora bo'lib yoki borib endi yalingandek bo'lamanmi demasligi ham mumkin. Bu ikkinchi variant. Yoki katta ehtimol bilan usti yaxshi professional sotuvchiga tushib qoladi va u sizdan kuchlimi, kuchsizmi taklifini professional sotuvchi bo'lgani uchun u o'zini uslugasini sotadi. Siz raqobatchingiz haligi klient sizni unutadi. Kerak bo'lsa o'sha saqlanib qilib qo'ygan nomeringizni ham udalit qilib tashlaydi. Keyin bir telefon qilib, "Aka, bir keluvdingizmi?" "Yo, esimda yo'q" deb qo'yib qo'yadi. Hop, endi shundoq ekan, endi nima qilish kerak degan o'rinli savol paydo bo'ladi. Shuning uchun shu kelgan yoki telefon qilgan mijozni qo'yib yubormaslikka, o'sha zahoti unga sotishga, u bilan o'sha kelishuvga erishishga harakat qilish kerak. Ya'ni buning uchun bloklash kerak, uni orqaga ketmasligi uchun. Qanaqa? Masalan, siz berayotgan taklif o'zi bugun amal qiladi yoki 1-2 kun, 3 kun ichida amal qiladi degan bitta qanaqadir uni qo'rqitib qo'yish kerak-da. Shtobi o'sha mijoz borib aylanib nima qilib kelgunimcha bu taklif bo'lmas ekan degan shoshilinch paydo bo'lish kerak uning ichida. Yoki bu narxlar o'zgaradi, narxlar oshishi mumkin degan narsa ham bo'lishi mumkin. Shu narsani ishlatish mumkin agar rostdan ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Va yoki yana bitta narsa, siz bizani vaqtimiz ham hozir aynan shu kunlarda biz sizga vaqt topib xizmat ko'rsata olamiz. Siz endi boshqa joylarni surishtirib kelsangiz, bizani katta ehtimol bilan vaqtimiz bo'lmaydi. Chunki anaqa orada sal qo'limiz bo'shab qolishi ham o'zi kamdan kam bo'ladigan holat degan bitta messenjni shu narsani yedirilsa, shu narsa mijozga sotilsa, u o'ylaydiki, demak bular vaqti ham bo'lmas ekan, men bir udashini kelib qopman. Taklifi agar yoqib turgan bo'lsa, surishtirib boshqa qilib o'tirmaydi, shundan sotib olay degan fikr qanaqadir paydo bo'lishni boshlaydi. Endi sizda rostdan ham narxingiz arzon bo'lsa-da, siz bunga uvering bo'lsangiz, buni mijozga обязательно bildirish kerak buni. Yo bir o'zi aylanib kelib, bilib, bir ta'zirlab kelsin deb o'tirish bu juda ham noto'g'ri bo'ladi. Uni bildirishingiz kerak. Bildirib buni nima deydi?
perid faktum qo'yish kerak. Masalan, aka, to'g'ri, siz hozir boshqalardan surishtirishingiz mumkin, lekin eng arzon narx bizada. Bizdagi narxi bizdan arzonni aniq topa olmaysiz. Balkim bizdagi narxi topishingizni o'zi qiyin masala. Aksariyat raqobatchilarimiz bizdan qimmatroq. Bizda prosta shunaqa vaziyat, shunaqa vaqtki, masalan, skidka qilib, misol uchun, yoki bizda shunaqa imkoniyatlarimiz borki, biz o'sha arzonroq xizmat ko'rsata olamiz o'sha boshqa raqobatchilarga qaraganda. Bu bizning ustunligimiz degan narsani, shu narsani yetkazib bera olish kerak. Keyin buni nima deydi, deadline'ni yana ham kuchaytirish uchun, yana ham uni harakatga chorlash uchun, motivirovать qilish uchun, aka, agar siz men taklif qilayotgan narxdan ham arzonroq, значительный arzon narxda xuddi mana shu uslugani topsangiz, men sizga yarim narxiga qilib beraman yoki kerak bo'lsa tekinga qilib beraman degan bir уверенный nimalarni beriladigan bo'lsa, shunda klient уже nima deydi, ortiqcha demay, ha, buni tekshirib, aylanib ko'rib, nima qilishim foydasi yo'q ekan, bu уверенный gapiryapti, boshqa qilyapti deb rozi bo'ladi. Yoki kerak bo'lsa ko'zini oldida, misol uchun, eng nima deydi, o'zingizga munosib degan bilgan konkurentlaringizni priceini shunda oldiga qo'yib ko'rsatishingiz mumkin. Mana u yoqqa bu yoqqa borib yurmasdan, mana bularni priceini mana hozir ko'zim oldida qilib ko'rsangiz ham bo'ladi degan nima deydi. Lekin bu narsani qo'pol emas, chiroyli tushuntirsangiz, klient demak o'sha narxingizni ham arzonligiga ishonadi. Ya'ni klientga shuni chiroyli tushuntirishni bilish kerak. Hech qachon borib bir o'tlab kelsin, tushunib kelsin, o'zi ko'rib kelsin deyish, bu sotuvchini fikri emas, bu sotuvchini gapi emas. Xullas, shu mesajni berishdan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni hech qayerdan topa olmasangiz, o'sha arzon narxi men sizga o'shani qilib beraman. Hech kim o'zini mahsulotini, o'sha taklifini arzonga sotmasa, men sizga sotaman deganingiz, demak, hammanikidan sal mundorog'i meniki degan bir tushunchani ham berib qo'yishingiz mumkin. Shunaqa.